Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Milliy sertifikat ikkinchi testini ishlaymiz. Mana shu ifoda n'ning nechta natural qiymatda natural son bo'ladi. Demak, shu ifodani har birini n kvadratga bo'lyorsak, 16n kvadrati taqsim n kvadrati minus 48 taqsim n kvadrat. Demak, n kvadratlar ketdi. 16dan ayiramiz 48 taqsim n kvadratini. Demak, n qaysi natural sonni kvadrati 48 ga bo'linadi? Demak, 1 ni kvadrat 48 ga bo'linadi. 2 ni kvadrat 48 ga bo'linadi va 4 ni kvadrat 48 ga bo'linadi. Birda qo'yadigan bo'lsak, 16 minus 48 buni qiymati demak 36 minusdan. 2 ni qo'ysak 16 minus 48 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 12 bo'ladi. 16 dan 12 ni ayirsak, demak 4. Endi o'rniga 4 qo'yadigan bo'lsak, demak 16. 48 ni 16 ga bo'ladigan bo'lsak, demak 3. 16 dan 3 ta ayirsak, demak 13. N'ning nechta natural qiymati natural son bo'ladi? Ikkita natural qiymatida bular natural son bo'lar ekan. Demak, javob D javob. Keyingisi, Nodir 140 ming so'm pulini 5% ga daftar oldi. Qolgan pulini 20 dan 3 qismiga kitob oldi. Endi uni qancha puli qoldi? Demak, Nodir 5% ga daftar olgan bo'lsa, 5% ga daftar olgan bo'lsa, demak 95% puli qoldi. Demak, 140 ming so'm pulni 95% ni topamiz. Ya'ni 95 ga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Demak, 100 ga bo'lyorsak, demak 100'ı ya'ni 1400 ni ko'paytiramiz 95 ga. Ana shuncha so'm qoldi. Endi qolgan pulini 20 dan 3 qismiga kitob oldi. Demak, 20 dan 3 qismiga kitob olgan bo'lsa, kitob oldi. Keyin qoldi. Qancha qismi qolgan bo'ladi? Demak, 20 dan 17 qismi qoldi. Demak, qolgan puliga endi uni qancha puli qoldi? Demak, mana shu qolgan puli 1400 ko'paytiruv 95 bo'ladigan bo'lsa, shuni 20 dan 17 qismini topsak yetarli. 20 dan 17 qismini topamiz. Demak, 0 ni qisqartirib 140 ni 2 ga bo'lsa 70. 70 ko'paytiruv 95 ko'paytiruv 17 bo'ladi. Demak, buni javobi ko'paytirsak tagma-tag, demak necha bo'ladi? 95 ko'paytirilgan, mana shu yerga yozaylik. 95 ko'paytirilgan 49, 7 kara 49, 4 demak 119. 45 ni 5'i 4 81, 85. Demak 95. Hisoblasak 5, 10 ni 0. Demak 12'si 113. Demak, javobi 113.050 so'm. 0 turibdi. Endi buni o'chirib qo'yamiz. Demak, 113.050 so'm, demak D javobga turibdi. Keyingisi, 1 ga 25 million nisbatdagi xaritada, ya'ni masshtabi 1 ga 25 million.
Demek masshtab bilasizlar 1 santimetr 25 million santimetr 1 santimetrga qisqartirilgan. Buxoro va Toshkent orasidagi masofa 2,2 santimetr. Demek 2,2 santimetr 2 santimetr bo'lar. Demek e'tibor beradigan bo'lsanglar, e'tibor bersanglar masshtab har doim santimetrga santimetr mos keladi. Endi mana shu proporsiyadan x ni 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, x 2,2 ni ko'paytiramiz 25 millionga. Demek 25 ni 2,2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demek 25 ni 2,2 ga ko'paytirsak, demek necha ekan bu? 44 ekan. 44 orqasidan 6 dan 0 qo'yamiz. Ana shu santimetr bu haqiqiy masofa. Endi bizlarga aytibdi-ku, necha kilometr haqiqiy masofa. Demek santimetrda 2 ta 0 ni olib tashlasak, demek u metrga o'tadi. Demek 44 orqasidan 4 ta 0 bu metrga o'tdi. Metrda 3 ta 0 ni olsak kilometrga o'tadi. Demek 440 kilometr. Demek bu 440 kilometr. Demek qayerga adashdik bu? Demek 25 ni 2,2 ga ko'paytirganda 55 bo'lar ekan. 55. Demek 55. Besh 550 kilometr de javobga turibdi. Keyingisi, oltmish sonini 6, 10, 15 sonlariga teskari proporsional qilib bo'ling. Demek birinchi bo'limi. Demek 1 taqsim 6x. Demek teskari proporsional qilib. Ikkinchi 1 taqsim 10x bo'lakka bo'lamiz. Uchinchisi 1 taqsim 15x bo'lakka bo'lamiz. Demek 60 sonni bo'lishimiz kerak. 1 taqsim 6x ga qo'shamiz 1 taqsim 10x ni qo'shamiz 1 taqsim 15x. Bu 60 ga teng bo'lishi kerak. Demek bunga umumiy makhraj 60 bo'ladigan bo'lsa, demek birinchisiga 10 tadan, ikkinchisiga 6 tadan, keyingisiga 4 tadan teng 60. Demek yuqorisi 20 taqsim 60x teng 60 ga. Demek 2 qisqarsa x barobar 180 chiqar ekan. Demek birinchi bo'lak 1 taqsim 6 ni 180 ga bo'lsak 30, ikkinchi bo'lak 18, uchinchi bo'lak 180 ni 15 ga bo'ladigan bo'lsa, demek 12. Demek javobimiz A javob. Keyingisi, ikkita nuqta berilgan, nuqtalar orasidagi masofani toping. Ikki nuqta orasidagi masofa mos koordinatalarini ayirib, keyin kvadratga ko'tarib, qo'shib arifmetik kvadrat ildiz chiqaramiz. Demek buni javobi demek 9 qo'shilgan 16. Demek bu 5. İki nuqta orasidagi masofa 5. A javobga turibdi. Demek A nuqta koordinata tekisligining 3-choragida yotsa, quyidagilardan qaysi biri 2-choragida yotadi? 3-chorakka dedimi? 3-chorakdagi nuqtani koordinatalarini absissasi, demek absissasi manfiy, ordinatasi ham manfiy. Shundan ko'rinib turadi. Demek A manfiyligi ko'rinib turibdi. Bitta A. Bu A manfiy bo'lgandan keyin B o'z-o'zidan musbat bo'lar, ya'ni ko'paytma manfiy bo'lishi uchun. Demek
quyidagilardan qaysi biri ikkinchi chorakda? Ikkinchi chorakdani bilasizlar, absissasi manfiy, ordinatasi musbat. Ordinatasi musbat, absissasi manfiy, demak D javob. 7-si, to'g'ri chiziqning ikkitasi OX o'qiga parallel. Bu to'g'ri chiziqlar orasidagi masofani toping. Mana shu to'g'ri chiziqning ikkitasi OX o'qiga parallel. Nima demoqchi bo'lgan bu? Ikkitasi OX o'qiga parallel. Bu to'g'ri chiziqlarning orasidagi masofani toping. Keyingisiga o'taylik, hozir buni qaytamiz yana. Sal xatoligi bormi deymanda. 8-si, kasrni qisqartiring. Demak, kasrni yuqorisidan 5 ni qavsni tashqariga chiqarsa, x minus ildiz osti 3. Mahraji, demak, ildiz osti 3 minus x, ildiz osti 3 plus x. Ya'ni a minus b, a plus b bo'ldi. Demak, bu ikkalasi qisqarib ketadigan bo'lsa, javob minus, ya'ni ildiz osti 3 plus x qoladi. Demak, minus ildiz osti 3 plus x, demak, a javobga turibdi. 9-si, mahrajni erasangidan qutqazing. Mahraj erasangidan qutqazsa, demak, mahraj ildizdan qutulishi uchun ildizni surat va mahrajini ildizni darajasi 3 ning kvadratiga ko'paytiramiz. Ya'ni surat va mahrajini 3 ta kvadratiga ko'paytiramiz. Demak, mahraj ildiz darajasi 3 ning 3-chisi bo'ladi. Suratining ildiz darajalarini tenglashtiramiz. Demak, birini ildiz darajasi 2 bo'lgandan keyin, demak, 4 2 ning kvadrati, bunisini ham ildiz darajasini, demak, buni 6-darajaga keltirsak, demak, 6-daraja 2 ning kubi, ildiz darajasi 6 va 3 ni 4-chisi. Demak, mahraj ildizdan qutuldi. Bu bitta ildizga kirib 8 ni ko'paytiramiz. 2 ning kubi 8, 81 ga. Demak, bu ildiz darajasi 6, 648 taqsim 3. Mana demak, D javobga erasangidan qutqazildi. Keyingi tenglamani ildizlar ko'paytmasini toping. Ko'paytma 0 ga teng bo'lishi uchun ko'paytuvchilarning eng kamida bittasi 0 bo'lishi yetarli. Demak, 2x ni kvadrati minus x minus 1 teng 0 va 3x kvadrat minus x minus 1 teng 0 va 4x kvadrat minus x plus 1 teng 0. Demak, 3 ta tenglikdan eng kamida bittasi 0 bo'lishi yetarli. Hammasi 0 bo'lsa, undan ham yaxshi. Demak, birinchisini diskriminanti musbat. Demak, Witt teoremasidan ildizlarni ko'paytmasi ozod xatga teng, keltirilgan kvadrat tenglamani. Oldin keltirib oldik mana. Ikkinchisini ham ildizlarni ko'paytmasi ozod xatga teng. Demak, buni ham keltirib oldik. Keyingisini diskriminanti manfiy ko'rinib turibdi. Demak, buni haqiqiy ildizlari yo'q. Ikkinchisini diskriminanti musbatligi ko'rinib turibdi. Demak, tenglamani ildizlar ko'paytmasini toping bo'lsa, javob birinchisidan 2 ta ildiz, ikkovini ko'paytirsak minus 1 taqsim 2, keyingisidan yana 2 ta ildiz ko'paytirsak, buniki ham demak minus 1 taqsim 3. Umumiy ildizlarni ko'paytmasi 1 taqsim 6. Demak, 1 taqsim 6 S javob. 11-misol, mahraji errasanikidan qutqazing. Demak, ildiz darajasi 3 ning kubi minus 1 ning kubi bo'lsa, bu ildizdan qutuladi. Buni qisqa ko'paytirish formulasidan kublar ayirmasini ochib chiqsak, demak, ildiz darajasi 3 minus 1
ildiz darajasi 3 demek 3 kvadrat 9 plus 2'ni ko'paytmasi va 1'ni kvadrati 1. Demek bu kasrni surat mahrajiga mana shu ifodani ko'paytirishimizga to'g'ri keladi. Demek 1'ga ko'paytiramiz. Ildiz darajasi 3 9 plus ildiz darajasi 3 3 plus 1'ni. Demek mahrajiga ko'paytiramiz. Ko'paytiramiz. Ildiz darajasi 3 9 qo'shilgan ildiz darajasi 3 3 plus 1'ni. Surati qoladi. O'zi 1'ga ko'paytirilsa, shu sonlarni o'zi mahraji bu. Demek ildiz darajasi 3'ning kubi minus 1'ning kubi bo'ladi. Demek mahraji ko'rinib turibdi. Ildizdan qutulib 2 bo'ldi. Surati ildiz darajasi 3 9 plus ildiz darajasi 3 3 plus 1 bo'ladi. Demek buni javobi bu ham javobga turibdi. Mana bu javobga bir sal kamchiliklar bor ekan. Keyin to'g'rilab qo'yamiz buni. Keyingi milliy sertifikat savollari 12-si px kub xatni x minus 1 2 xatga bo'lgandagi qoldiq 5 ga teng bo'lsa, shu kub xatni x minus 3 ga bo'lgandagi qoldiqni toping. Demak, Bezu teoremasiga. Bezu teoremasi shunday deydi. Px kub xatni mana shuni x plus a 2 xatga bo'lgandagi qoldiq demek p minus a ga teng. Yani şu ikki xatni 0 ga aylantiruvchi qiymat kub xatni ham 0 ga aylantiradi demoqchi. Demek bu kub xatni, demek mana bu ikki xatni 0 ga aylantiruvchi qiymat 1 bo'ladigan bo'lsa, demek P1 yani qoldiqqa teng. Qoldiq 5. Demek 1'ni kvadrati plus a teng 5. A barobar 5'ten 1 değerse 4. A 4 çıktı. Demek kub xat px barobar x'ti kvadratı plus 4 ekan. Şu kub xatni x minus 3 ga bo'lgandagi qoldiq bo'ldimi? Demek x minus 3'ni 0 ga aylantiruvchi qiymat 3. P3'ni hisoblasak 3'ti kvadratı plus 4. Cevap 13 ga. Demek qoldiq 13. Sonlarni ko'paytirganda hosil bo'lgan sonning oxirida nechta 0 bo'ladi? Demek 1'dan 135 gacha bo'lgan sonlarni ko'paytmasini ichiga 2 bilan 5'lar sonini sanaymiz. Yani 2 bilan 5 ko'paytirilganda 10 hosil bo'ladi. Demek har qanday son 10 ga ko'paytirsa, oxiriga bitta 0 qo'yasizlar. 100 ga ko'paytirilsa 2 ta 0. Demek 2 va 5'lar sonini sanash kerak bo'ladi. 1'dan 135 gacha bo'lgan sonlarning ichiga 2'lar 5 ga nisbatan ancha ko'p. Demek 5'lar sonini topish yetarli. Demek 135'ti 5 ga bo'lamiz. Qani 5'lar soni nechta ekan? Demek 2tadan 10, 35'ti ichiga 7tadan 35 0. Demek 27ta bittalik 5 bor. Endi 1'dan 125 gacha bo'lgan sonlarcha 2talik 5 bo'lishi mumkin, ya'ni 25 ga bo'linadiganlari. Demek 135'ti bo'lamiz 25 ga. 25 ga bo'lsak 5tadan 5 125, demek 10 qoldiq. Demek 5ta 5 bor, 2talik 5 bor ekan. Demek 3talik 5'ten, yani 135'te 5 kubiga bo'lsa, yani 125 ga bo'lsa, bunga ko'rinib turibdiki 3talik 5 bitta.
Demek beshlar soni nechta ekan? Ya'ni beshlar soni demek 27, 5 va 1. Jami 33 ta ekan. 33 ta ekan. Demek 33 ta 5 bu. İkkiler soni juda ko'p. Endi juda ya beshlar soniga nisbatan ko'proq. Demek 33 ta 2 ni olsak, hammasi 10 paydo bo'ladi. Demek 33 ta 10 bu. Bu sonni oxiriga 33 ta 0 bilan tugaydi, ko'paytma. 14. 55 qo'shilgan n soni eng kam tub ko'paytuvchilarga ajralsa, n raqamning eng katta qiymatini toping. Raqamlar demek 0 dan 9 gacha 10 ta raqam bor. 55 qo'shilgan n soni eng kam tub ko'paytuvchilarga ajralishi uchun demek bu son tub son bo'lishi kerak. Endi tub son bo'lishi kerak. 55 dan katta tub son. Demek 56 juft tub son emas, 57 3 ga bo'linadi. Demek bu ham tub son emas. 58 juft 2 ga bo'linadi. Demek 59 bu. N ga 4 qo'yganda 59 bo'ladi. Undan keyin tub son 61 bu. Demek 6 qo'ysak 61 bo'ladi. Demek 61 dan keyin 65, 67 bu. Demek bu raqamlar chiqib ketadi. 9 ni qo'shsak o'zi 64 bo'lar ekan. Demek n raqamning eng katta qiymatini toping. N raqam 6 bo'lishi kerak ekan. Shunda 61 bo'lib eng kam tub ko'paytuvchilarga ajraladi. Demek birinchi misolga o'xshash ekan bu 15-misol. Kasr butun son bo'ladigan n ning nechta butun qiymati bor? Demek birinchi misolga o'xshab har birini n ni kubiga bo'lamiz. Demek 18 n ni kvadrati bo'lamiz n ni kubiga. Demek 24 n bo'lingan n ning kubi. Demek n kublar qisqarib ketsa qoladi 7 qo'shilgan. Demek 18 taqsim n qo'shilgan 24 taqsim n ni kvadrati. Ana endi n raqamni shunday qiymatini qo'yishimiz kerak. Bu 18 ga bo'linishi kerak, uni kvadrati 24 ga bo'linishi kerak. Endi qanday qiymati 18 ga bo'linadi? Demak n barobar 1da 7 qo'shilgan 18 taqsim 1 qo'shilgan 24 taqsim 1. Buni qiymati 25 49. Demek n ning nechta butun qiymati bor? Kasr butun son bo'lishi kerak. Demak n ning qiymatiga ham butun son, kasrning qiymati ham butun son bo'lishi kerak. Bo'lar ekan birinchisi. Demak n ni o'rniga -1 qo'ysak ham, demak buni hisoblay o'tish shart emas, butun son chiqadi. Endi o'rniga 2 qo'ysak 18 2 ga bo'linar, 2 ning kvadrati ham 24 ga bo'linadi. -2 ni qo'ysak ham, +2 ni qo'ysak ham buni qiymati 18 ga ham 24 ga ham bo'linadi. Demak buni qiymati butun son ham chiqadi. Endi 3 qo'ysak, demak 3 ni kvadrati 24 ga bo'linmaydi. Demak buni 18 ga bo'lingan bilan 24 ga bo'linmaydi kvadrati 3 befoyda. 4 qo'ysak 18 4 ga bo'linmaydi, kvadrati 24 ga ham bo'linmaydi. Endi bu yog'i 5, 6 qo'yiladigan bo'lsa, demak o'sha 6 ning kvadratlari 24 ga bo'linmaydi. Qolganiga demak bu nima bo'lmaydi? Butun son bo'lmaydi. N ning nechta qiymati bu? N ning +-2 va +-1. Jami 4 ta qiymati 4 ta C javob ekan. Tenglama manfiy ildizlar nechta? Berilgan tenglama. Yuqoridagi tenglamaga o'xshash ekan. Demak, ko'paytma 0 ga teng bo'lsa, ko'paytuvchilarni
eng kamida bittasi yoki hammasi 0 bo'lsa yetarli. Demak, x kvadrati teng 1 ga, ikkala tomonni ildiz olsak, modul x teng 1 ga, tenglamani yechimi -1 va 1. Ikkinchisi x kvadrat plus 2 teng 0 ga, buni yechimi yo'q. Haqiqiy ildizi yo'q. Keyingisi x kvadrat minus 3 teng 0 bo'lsa, x kvadrat teng 3 ga, demak 1 ildizi minus ildiz osti 3, ikkinchi ildizi ildiz osti 3. Keyingisi x kvadrat plus 4 teng 0, buni haqiqiy yechimi yo'q. Tenglamani manfiy ildizlari nechta? Demak, ikkita. Keyingisi a sonini 13 ga bo'lgandagi qoldiq 7 ga teng. Demak, a sonini 13 ga bo'lgandagi qoldiq 7 ga teng. 7 qoldiq qoladi mod 13. B sonini 13 ga bo'lgandagi qoldiq 13 ga 11 ga teng. Demak, 11 13 ga bo'lgandagi qoldiq. Demak, bu taqqoslamani biron kun mana shu onlayn qilib yana bir o'tib beraman. Endi hozir mana bundan foydalanadigan bo'lsak, demak bu 2a qo'shilgan 3b ni 13 ga bo'lgandagi qoldiqni topish kerak. Bu uchun nima qilamiz? Taqqoslamani ikkala hadini biror bir nimaga natural songa ko'paytirish mumkinligidan butun songa mana birinchisini 2 ga ko'paytiraman. Demak, 2a barobar 2 kere 7 14 14 2 kere 7 14 mod 13. İkincisini 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak 3b teng 3 kere 33 mod 13. Demak, 2 ni 13 ga bo'lgandagi qoldiq necha bo'lsa, 14 ni ham 13 ga bo'lgandagi qoldiq shu. Demak, 2a ni 13 ga bo'lgandagi qoldiqni topish uchun 14 ni 13 ga bo'lamiz. 1 qoldiq bo'lar ekan. 3b ni 13 ga bo'lgandagi qoldiq necha bo'lsa, 33 ni ham 13 ga bo'lsa, shu qoldiq chiqadi. Demak, 33 ni 13 ga bo'lsak, 2 tadan 26, 7 qoldiq bo'lar ekan. Mod 13. Ana bu taqqoslamani ikkita hadini hadma-had qo'shsak, 2a qo'shilgan 3b teng 8 mod 13. Demak, 2a plus 3b ni 13 ga bo'lsak, necha qoldiq bo'lsa, 8 ni ham 13 ga bo'lsak, shu qoldiq bo'lar. 8 ni 13 ga bo'lsak, 8. Demak, qoldiq 8 ekan. 18. Mana shu yig'indini hisoblang. Bu yig'indini hisoblashni o'zlaringga qoldirsam ham bo'lardi. Endi yozib ishlab qo'yaylik. Agar demak 143 qo'shilgan 42 ga 52 ni qo'shsak, ishoralari bir xil bo'lsa qo'shiladi. Demak 94. 94 dan 85 ta ayirsa, demak 9 minus 9. Bu yoqqa minus 9 ko'paytirilgan 9 minus 124. 140 dan 124 ta ayirsak, demak 19 minus 81. Demak 2 6 minus 62 ekan. 19. Proporsiya noma'lum hadini toping. Proporsiya ikkita nisbat tengligi proporsiya deyiladi. Xossasi chetki hadlar ko'paytmasi o'rta hadlar ko'paytmasiga teng. Demak, 7,8 dan 1 ni x ga ko'paytirsak, 4,4 dan 3 ni 12 ga ko'paytiramiz. Demak, buni noto'g'ri kasrga o'tkazsak, 15 taqsim 8
teng 19 taqsim 4 ko'paytiruv 12. Proporsiyani to'g'ri to'rtburchak bo'yicha qisqartirish mumkin. Ya'ni masalan A bo'lingan B ni S bo'lingan D proporsiyani A bilan S ni, S bilan D ni, B bilan D ni, A bilan B ni ana shu to'g'ri to'rtburchak bo'yicha qisqartirish mumkin. Demak 8 bilan 4 ni qisqartirib bersam bu yoqqa 2 qoladi. X noma'lum sonini topish uchun X noma'lum sonini topish uchun X noma'lum sonini topish uchun mana bu yoqqa noto'g'ri kasrga o'tkazishga sal xato qilib ketibmiz. 7,8 dan 1 degani 7,8 dan 1 degani 56 57 taqsim 8 bo'lar ekan. Ana endi 19 bilan 57 ni ham qisqartirsak bu yoqqa 3 qoladi. Demak 2 ni 12 ga ko'paytirib 3 ga bo'lamiz. Javob 8 ekan. Keyingisi tovar 10% ga arzonlashgandan keyin 18 so'mga sotildi. Tovarning dastlabki narxini toping. Demak A so'mlik tovar 10% ga arzonlashtiramiz. A dan ayiramiz. A ni 10%ni. 10%ni ayirsak 18 so'm bo'lar ekan. Demak 10 ga bo'layorsak 11 A taqsim 10 teng 18. Demak A ni 10% ga arzonlashtirgandan keyin 18 so'mga sotildi. Endi demak bu 9 bo'ladi. Demak A ni qiymati 9 A barobar 180, A barobar 20. Demak dastlabki narxi 20 so'm ekan. 21 tenglamani ildizlarni ko'paytmasini toping. Ko'rinib turibdi b kvadrat tenglama. Demak bu b kvadrat tenglamani x kvadratini t deb belgilasam yoki t deb belgilamay ham tayyor ishlasak bo'lar ekan. Demak x kvadrati va x ni kvadrati tenglamadan ko'rinib turibdi. Ildizlarni ko'paytmasi 15, yig'indisi o'zi ko'rinib turibdi mana. Demak bundan bu ildizlar x1 ildizi va 1-2 ildizi plus minus ildiz darajasi 4. Buni ildizlar 3 va 4 ildizi plus minus ildiz darajasi 4 5. Ildizlar ko'paytmasini toping bo'lsa, demak ildiz osti mana shu 4 ta ildizni bir-biriga ko'paytirsak, demak ildiz osti 15 bo'lar. Tenglamani ildizlar ko'paytmasi. Keyingisi 22. A nuqtani O-Y o'qiga nisbatan simmetrik ko'chiring. Milliy sertifikatda birinchi variantini ishlagan paytimiz shuni hammasini yozib chiqdik. OX o'qi bo'yicha, OY o'qi bo'yicha, koordinata boshi bo'yicha simmetrik almashtirishlardi. Demak OY o'qi bo'yicha simmetrik almashtiring desa x ta ishorasi o'zgaradi. Demak javob 3-4 bo'lar. 23. P ko'p xat berilgan bo'lsa, mana shu ko'p xatni x plus 2 xatga bo'lgandagi qoldig'ini toping. Demak mana shu P 5x plus 8 bo'lishi uchun bu x ni o'rniga nechini qo'yishimiz kerak bo'lar? Demak x ni o'rniga 5x plus 5 ni qo'ysak, ya'ni mana shu x ni o'rniga 5x plus 5 ni qo'ysak, P 5x plus 5 qo'shilgan 3. Bu x'larni o'rniga ham qo'yamiz. 5x plus 5 ni kvadrati
5 ko'paytiru 5x plus 5 o'zi plus 1. Ana endi p 5x plus 8 ko'p xat qoldi. Bu tomoni endi bir qavslarni ochish shart emas. 5x plus 5 kvadrati qo'shilgan 5 ko'paytiru 5x plus 5 plus 1. Ana ko'p xat chiqdi. Endi bu x plus 2 xatga bo'lgandagi qoldiq. Nima bo'lish kerak edi? X plus 2 ga bo'lgandagi qoldiq. Buni 0 ga aylantiruvchi qiymat minus 2 bo'lsa, ya'ni p minus 2 ga teng bo'ladi. Demak, bundan 5x plus 8 minus 2 ga teng bo'lish uchun x ni o'rniga minus 2 qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ana endi x larni o'rniga minus 2 qo'yarsak p minus 2 bo'ladi. Buni qo'yamiz. Minus 2 ni qo'ysak, birinchi qavsning ichi minus 5 n kvadrati 5 ko'paytirib ikkinchi qavscha minus 5 bo'ladi va oxirgi xat 1 bo'ladi. Bu ikki qisqarib ketsa javob 1 bo'ladi. Qoldiq 1. Yig'indini hisoblang. Yig'indi ko'rinib turibdi. Demak, birinchisi 37 111 taqsim 3'ta 1. İkincisi 222 taqsim 3'ta 2. Keyingisi 333 taqsim 3'ta 3 va hokazo 999 taqsim 3'ta 9. Bundan 37 qo'shilgan. Agar hammasidan 111 ni qavsdan tashqariga chiqarsam, o'zi 111 ni qavsdan tashqariga chiqarsam, o'zi juda ham osonlashib ketar ekan bu. Qavsdan tashqariga chiqarishimiz ham shart bo'lmay ekan, qaranglar mana. Demak, 111 ni 3 ga bo'lsak, o'zi bu 111 3 ga bo'linadi. Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'lsa, demak 30 demak 9 21 37 ekan. 37 plus bu yana 37. Bunisi ham 3 ga qarab, mana 222 bilan 2 ni qisqartirsak 111 yana 37. Demak, bu 111 3 ga bo'lsa, bunisi ham 37 va hokazo oxiri ham 37 bo'ladi. Demak, mana bundan mana 3 ko'paytiruv 1, 3 ko'paytiruv 2, oxiri 3 ko'paytiruv 9 bo'lsa, bular 9 ta. 37 bilan 10 ta. Demak, 10 ta 37 bu. Javob 370. 25. Mana shu funksiya grafiga a manfiy, b musbat bo'lsa, oldingi milliy sertifikat birinchisiga ham xuddi shu narsalar aytadi. Demak, to'g'ri chiziq. Agar b 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, b 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, b 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, a manfiy bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi va to'rtinchi chorakdan o'tadi. B musbat bo'lsa, demak B birlik yuqoriga siljiydi. Birinchi chorak, ikkinchi chorak va to'rtinchi chorakdan o'taydi. 1 2 4 D javob. Mahsulot 400 so'mdan 380 so'mga tushdi. Mahsulot necha foizga kamaygan? Demak, qancha tushgan? Ya'ni farqi 400 so'mdan 380 so'mga tushdi. 20 so'mga tushgan. 20 so'm 400 ni necha foizini tashkil qiladi? Demak, 20 ni 400 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak, 2 so'mning protsent nisbati bo'ladi. Demak, javob 5 foizga tushibdi. A javob. Endi bu 2 so'mning protsent nisbatidan ishlamay, ikkinchisi masalan 400 ni
ayıramiz 400'ni bir k foiziga, k foizini topish uchun 100 ga bo'lamiz. Bu 380 so'm bo'pti. Shundan ham ishlasanglar, k 5% chiqadi. Uchinchi, masalan, farqi 20 so'm bo'lsa, 400'ni bir k foizi 20 so'mga to'g'ri keladi. Bundan ham k 5% chiqishi ma'lum. 27-si, to'g'ri chiziq OX o'qi bilan musbat yo'nalishi bo'yicha qanday burchak tashkil qiladi? Demak, y barobar kx plus b to'g'ri chiziq. To'g'ri chiziq. To'g'ri chiziq. To'g'ri chiziq. OX o'qi bilan alfa burchak tashkil qilsa, tangens alfa shu to'g'ri chiziqni burchak koeffitsiyentiga teng bo'ladi. Demak, tangens alfa teng minus 1 taqsim ildiz osti 3. Bu yerda alfa teng minus 30 gradus. Demak, bu to'g'ri chiziq k'si manfiyligi ko'rinib turgani uchun bu to'g'ri chiziq mana bu to'g'ri chiziq minus 30 gradus chiqib keldi. Ana shu alfa bo'ladi. Demak, 30 va 120 qanday burchak tashkil qiladi? Yo'nalish, demak, OX o'qi bo'yicha musbat yo'nalish bo'yicha, musbat degani soat strelkasiga qarama-qarshi bo'yicha 120 gradusli burchak tashkil qiladi. Bu ikkita to'g'ri chiziqlar kesish koordinatlar yig'indisini toping. Demak, juda oddiy misol bu. 7-sinfda o'sha chiziqli tenglamalar sistemasi. Mana shuni o'zi tayyor bana y topilganiga o'rniga qo'yish usuli bilan ishlasak bo'lar ekan. Demak, 2x minus 3 ko'paytirilgan 3x minus 2 teng minus 1 ga. Demak, 2x minus 9x plus 6 teng minus 1 ga. Minus 7x barobar minus 7 ga, x barobar 1 ga. X 1, demak, y'ga mana bu to'g'ri chiziqqa qo'yadigan bo'lsak, demak 3 minus 2 javob 1 bo'lar ekan. Kesish nuqtasi 1 nuqta, koordinatalar yig'indisini toping bo'lgandan keyin javob 2 bo'lar ekan. 29. Mana shu shartni bajarilsa a plus b ni toping. Qolib ketib qolibdi, demak toping. Ko'rinib turibdi. 3 ta musbat sonning yig'indisi 0 bo'la olmaydi. Faqatgina har biri 0 bo'lganda bajariladi. Demak, birinchi qavsni ichi a teng 1 da 0 bo'ladi. Ikkinchi qavsni ichi b teng, bni o'chirib qo'yaylik endi. B teng minus 1 da 0 bo'ladi. Uchinchi qavsni ichi a1 va b minus 1 bo'lganda 0 ligi bajarilar ekan. Demak, a plus b ning yig'indisi 0 chiqar ekan. Keyingisi nechta butun son mana shu sistemani yechimi bo'ladi. Demak, bu ham juda oddiy. Mana buni 3 ga bo'layorsak, x katta yoki teng minus 1, bunisi x kichik 4. Kesishma x qabul qiladigan qiymatlari minus 1 dan 4 gacha. Minus 1 kiradi, 4 kirmaydi. Demak, sistema nechta butun son? Minus 1, 0, 1, 2, 3. Demak, 5 ta butun son sistemani qanoatlantiradi. Agar x musbat son bo'lganda shuni eng kichik qiymatini toping. Koshi tengsizligidan x ni kubi qo'shilgan 3 taqsim x bo'ladigan bo'lsa, x ni kubi qo'shilgan 3 taqsim x degani 1 taqsim x qo'shilgan 1 taqsim x qo'shilgan 1 taqsim x qilib 3 ta yoza olamiz. Chunki koshi tengsizligidan katta yoki teng, bular 4 ta, ildiz darajasi 4, bu 4 talasini ko'paytmasi. Ana shu ko'paytma, ya'ni ildizni ichi qisqarib 1 da bersa, demak, misol
yechiladi. Demak, mana bu 1 bo'lgandan keyin ildizdan 1 chiqadi. Buni qiymati 4. Demak, bu ifoda 4 dan periyod cheksizlikgacha bo'lishi mumkin. Eng kamida 4 bo'ladi. Eng kichik qiymati 4. 32. 40 ta sayyohdan 13 tasi ingliz tilini biladi, 30 tasi nemis tilida. 5 tasi ikkala tilda gaplasha oladi. Nechta sayyoh ingliz va nemis tilini bilmaydi? Demak, mana shu A to'plam bu B to'plam bo'ladigan bo'lsa, demak, mana shu A to'plam bu A to'plam A deb yozmaydik, birinchi bunday qilaylik shuni. 13 tasi ingliz tili, demak, inglizlar va nemislar. 13 tasi ingliz tilini, 30 tasi nemis tilida. Ikkala tilni 5 ta. Demak, 13 tasi ingliz tilida nima qiladigan bo'lsa, gaplashadigan bo'lsa, demak, 13 dan 5 ta ayirsak, 8 tasi faqat ingliz. Nemis tilli 30 ta bo'lsa, 30 tadan 5 ta olib tashlasak, 25 tasi faqat nemis. Ikkala tilni biladigan 5 ta ekan. Nechta sayyoh ingliz va nemis tilini bilmaydi? Demak, faqat inglizlar 8 ta, ikkala tilni biladigan 5 ta, faqat nemislar 25 ta. Javob 38 tasi til biladi. Eng kamida bittasini. Demak, nechta sayyoh ingliz va nemis tilini bilmaydi? Bilmaydi, demak, javob 2 ta bo'ladi. 2 ta. 33. 20 kilogramli mis, 10 kilogram qurg'oshin, 50 kilogram rug' eritilib bitta quymaga qo'yildi. Quymadagi misni foiz miqdori qurg'oshinni foiz miqdoridan qancha ko'p? Demak, jami eritmani topamiz. Demak, jami eritma. Jami eritma 20, 10 va 50. Jami eritma 80 kilogram ekan. Demak, birinchi 80 kilogram ekan. Demak, quymada misni foiz miqdori. Demak, misni foiz miqdori 80 kilogramdan hammasi mis bo'lsa edi, 100% mis bo'laydi. Lekin shundan mis 20 kilogram. Bu x foiz. Bundan 80x teng 2000. X teng nollarni qisqartirsak 208 ga bo'lsak 25%. 25% misga. Qo'rg'oshin, demak, qo'rg'oshin 100 jami 80 kilogram eritmani hammasi qo'rg'oshin bo'lsa edi, 100% qo'rg'oshin deylik. Lekin shuni afsuski shuni ichiga 10 kilogrammi qo'rg'oshin ekan. Buni y foiz deydigan bo'lsak, demak 80y teng 1000. Y teng nollarni qisqartirsak 8 ga bo'lsak, demak 12,5%. Demak, 12,5%. Demak, misni foiz miqdori qo'rg'oshinni foiz miqdoridan qancha ko'p? Necha foiz ko'p? Javob 25 dan 12,5 ni ayiradigan bo'lsak, necha bo'lar endi bu? 12,5% ko'p bo'lar. Demak, javob. Ikkinchi bu yig'indini hisoblang. Sonni butun qismi nima edi? Sonni butun qismi son o'qida biror sondan chap tomonga turgan birinchi butun songa shu sonni butun qismi deyiladi. Masalan, -4,3 ni butun qismi chap tomonga turgan birinchi butun son, demak -5. -5 bo'lar ekan. Masalan, 7,4 ni butun qismi 7,4 ni butun qismi
chap tomonga turgan birinchi butun son 7. Demak, buni har birini alohida ishlasak bo'lar ekan. Demak, 20 ildizosti 20 ni butun qismi 4. Chunki 4 butun ichidir son chiqadi. Ildizosti 30 da butun qismi bu ham yana buni butun qismi 25 dan 5 chiqsa 5 dan kattaroq son 5. Ildizosti 40 da butun qismi demak 6 dan kattaroq son chiqar 6. 50 da butun qismi 7 dan kattaroq son chiqadi bu demak 7. Bu yig'inda javob 4, 5, 6 va 7. Demak 10 ga 12, 22. De javob. Tinglama natural sonlarda yeching. Demak 11 taqsim 4 ni mana shu ko'rinishga keltirishimiz kerak. Demak 11 taqsim 4 degani demak 2 butun 4 dan 3 degani. Bu 2 plus 4 dan 3 degani. Demak ko'rinib turibdiki x'i 2 tenglik ko'rinib qoldi. Buni 3 taqsim 4'ti. Demak surati bu kasr surati 1 bo'lgani uchun 1 taqsim 4 taqsim 3 ni yozish mumkin. Endi buni 2 qo'shuv 1 taqsim 4 taqsim 3 degani 1 butun 3 dan 1 degani. Ana endi ko'rinib turibdi x'i 2 ga teng, x'i y ga 1 ga teng, z'i 3 ga teng. Demak, tenglama natural sonlarda yeching, y ni qiymatini toping. Y ni qiymati 1 ekan. Demak, A bilan B sonlarini taqqoslang. Taqqoslang. Buni taqqoslash uchun agar suratlarni yoki mahrajlarni tenglashtirilish imkoni bo'lsa edi, imkoni bo'laydi. Demak, surat va mahrajini tenglashtirish imkoni yo'qroq, qiyinroq. Imkoni bor, qiyinroq. Demak, buni 1 bilan taqqoslaymiz. Demak, 1 dan ayiramiz 2557 taqsim 2558 ni. Bu 1 taqsim 2558 bo'ladi. Demak, 1 dan ayiramiz 2558 taqsim 2559 ni. Bu 1 taqsim 2559 bo'ladi. Ko'rinib turibdi, demak suratlari 1, ikkalasini ham surati 1. Suratlar teng bo'lsa, mahraji kichigi katta bo'ladi. Mahraj kattasi kichik bo'ladi. Demak, mana bu kasr katta. 1 dan kichik sonni, ya'ni 2557 taqsim 2558 soni kichik sonni ayiruvdim, mana katta chiqdi. 1 dan 2558 taqsim 2559, ya'ni katta sonni ayiruvdim, bu mana kichik chiqdi. Demak, o'z-o'zidan bu katta ekan. Demak, bu son A B'dan kichik. B javobga. 4 taqsim 7 va 1 sonlari orasida mahraji 28 ga teng nechta kasr bor? Demak, 4 taqsim 7 ni mahrajini 28 qilish uchun kasrning asosiy xossasi surat va mahrajini bir xil songa ko'paytirish mumkinligidan 28 bo'lish uchun 4 ga ko'paytiramiz. 4 ko'paytiruv 4, 7 ko'paytiruv 4. Bu degani 16 taqsim 28. Bu yog'i demak 1 soni degani 28 taqsim 28. Shundan keyingi son 17 taqsim 28, 18 taqsim 28, 19 taqsim 28, 20 taqsim 28, hokazo oxiri 27 taqsim 28 va 28 taqsim 28 bu 1 deb beradi bu.
Demak, mana bu bilan buni orasiga turgan sonlar shular. Nechta son bor ekan? Ana endi sanaymiz. Demak, 17, 18, 19 3 ta bo'ldi. 20 dan 27 gacha 8 ta son bor. Demak, 3 qo'shuv 8, buni ichiga 11 ta son bor ekan. Keyingisi ixtiyoriy ABC sonlar uchun mana shu tenglik o'rinli bo'lsa, bu kasrning qiymatini hisoblang. Hozir mana shunga demak, o'zi 40 ta. 39 ishlab qo'ya qolaylik hozircha. Demak, AB 18, BC 25, AC 8. Buni xadma-xad ko'paytirsak, demak A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat teng. Demak 18, 25 va 8. Ildizosda ABC degani bu. Bundan ABC'ni topadigan bo'lsak, 18 dan demak 9 ko'paytirib 2 qilsak 9 dan 3 chiqadi. 2 ni 8 ga ko'paytirsak 16, 16 dan 4 chiqadi. 25 dan 5 ildiz chiqadi. Demak, ildizosda 60. C javob. 40-chisi, demak, x musbat son bo'ladigan bo'lsa, x ni 6-darajasi 8 ga teng. 2lardan 3-darajali ildiz olsa, x kvadrat teng 2 ga. X ni kvadrati 2 ga teng ekan. Demak, yig'indini hisoblang. X ni darajasi a ko'paytirilgan x darajasi b teng 16. X darajasi a plus b teng 2 ni 4-chisi. Demak, 1 taqsim 2 daraja olsa, 2 ni 1 taqsim 2-chisi bo'ladi bu. Bunga qo'yadigan bo'lsak, demak, 2 ni 1 taqsim 2-chisini a plus b darajasi teng 2 ni 4-chisi. Demak, a plus b taqsim 2 teng 4 ga. A plus b teng 8 ga. Demak, 8. Mana shuning bilan 40 ta misol tugadi. Hozir 38 ishlab ko'rsataman. Ya'ni planshetni, ya'ni ruchkasini zaryadkasi tugab qoldi-da. Ishlab ko'rsataman keyin.